Xabaringiz bor, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan yangi qurib bitkazilgan ko'p qavatli turar joy binolaridagi kadastri yo'q bo'lgani uchun gaz, chiroq va suvdan foydalana olmayapmiz deb e'tiroz bildirayotgan fuqarolar soni ortmoqda. Bu vaziyatda kadastrning daxli bormi? Kadastr mutaxassisi sizning bu e'tirozingizga quyidagicha javob beradi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan ko'p kvartirali uydagi xonadonlarning kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish yuzasidan e'tirozlar bo'yicha tushuntirishlar berib o'tamiz. Xonadonlarning foydalanishga qabul qilish jarayonlari 200-sonli qaror bilan belgilab o'tilgan. Bunda quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi, ya'ni quruvchi tomonidan ruxsatnoma olish uchun davlat xizmatlari markazi orqali ariza beriladi. Undan so'ng esa ikkinchi bosqichda davlat xizmatlari tomonidan obyektlarning toifalari tanlanadi va qaysi toifaga mansubligi hamda uning bandligi 12 metrdan yuqori, 500 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan haqiqatda uy-joy bo'yicha inspeksiyalarga, qolgan holatlarda esa qurish bo'limlariga murojaat qilinadi. Shundan so'ng 3-bosqichda tegishli vakolatli organlar tomonidan elektron tarzda xulosalar yuboriladi. 4-bosqichda qurish tugallangan obyekt foydalanishga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risida qurilish organi tomonidan tegishli xulosa beriladi. Bunda siz yashab turgan uyingizning foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi shakllantirilgandan so'ng uy-joyingizga bo'lgan huquq vujudga keladi va ro'yxatdan o'tkazib beriladi. Bunda kadastr organlarining roli 5-bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni foydalanishga qabul qilingan ko'p qavatli xonadonlarning kadastr hujjatlari rasmiylashtirib beriladi. Aytib o'tmoqchimizki, ushbu qaror bo'yicha aynan qaysi bosqichda ekanligini bilib olsangiz, tegishli tushunchaga ega bo'lasiz. Aynan 5-bosqichda ro'yxatdan o'tkazuvchilar tomonidan bir ish kuni mobaynida ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatdan o'tkaziladi va reyestrdan ko'chirmani davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza beruvchiga yuboriladi. Soddaroq qilib aytganimizda, siz yashab turgan ushbu yangi ko'p qavatli binoni kadastrni qila olmagan bo'lsangiz, demak u hali foydalanishga to'liq topshirilmagan. Agar foydalanishga topshirilgan bo'lsa, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan shartnomadagi majburiyatlar to'liq bajarilsagina yuqoridagi ko'tarilgan muammo ijobiy yechim topadi. Binoni qurib sotgan tashkilot fuqarolar bilan notarial shartnomalarni rasmiylashtirgach, sotib oluvchilar huquqlarni vujudga keltiruvchi hujjatlar, oldi-sotdi shartnomalari va boshqalar bilan davlat xizmatlari markazi yoki my.go.uz portali orqali murojaat etgan taqdirda xonadon egalari nomiga kadastr hujjatlari rasmiylashtirilib, davlat ro'yxatdan o'tkazib berilishini bildiramiz. Ya'ni bu mazkur masalada bajarilishi lozim bo'lgan eng oxirgi bosqichdir.